Yosh kelin-kuyov asal oyida akulani ko'raman deb okeanga chiqdi, lekin suvda ular dahshatli narsaga duch keldi. Nima ekanini video davomida bilib olasiz. Agar filmni to'liq holatida o'zbek tilida ko'rishni xohlasangiz, Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Bundan tashqari 10 mingdan ortiq kino va seriallarni eng yuqori sifatda o'zbek tilida tomosha qiling. Kanal manzili kommentariyada. Video boshidayoq like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Men esa videoni boshlayman. Film voqealari Avstraliya sohilidagi kichik bir portda boshlanadi. Bu yerga er-xotinlar Xizer va Greg keladi. Ular akulalarning yoniga suv ostiga olib tushiladigan ekskursiyani qidirmoqda va ular Taker ibn Papay bilan tanishib qolishadi. U oddiy qayiq boshqaruvchisi emas, balki tajribali akula ovchisi ekan. Taker ularni guruhidan ajralganini bilib, ularni qayig'iga chiqaradi va akulani o'zi ko'rsatmoqchi. Yo'lda u akulalar hujumidan omon qolgan bolalik xotirasini aytib beradi. Bunga isbot tariqasida chandiqlari ham bor ekan. Manzilga yetib borganda Taker ularni akulalardan himoya qiladigan temir to'r ichida suvga tushiradi va ular suvdan xursand bo'lib chiqishgan zahoti Taker Gregni pichoq bilan o'ldirib, jasadini esa akulalarga tashlaydi. Xizer esa tirik qoladi, lekin nima bo'lganini umuman tushunmayapti. Voqealar Zefir ismli qizga o'tadi. U furgonda yashaydi va surfingga qiziqadi ekan va mahalliy do'konda Morsis ismli yigit bilan tanishib qoladi. Zefir bir nechta narsalarni o'g'irlayotganini ko'rgan Morsis pulini boshqa narsa bilan to'lamoqchimisan deydi va ularning ko'zi bir-biriga tushdi va shu bilan tunni dangur-dungur qilib o'tkazishdi. Morsis Zefirga surfing utsa bo'ladigan zo'r joy haqida gapirib beradi va Zefir kechasi yolg'iz o'sha joyga yo'l oldi. U kerakli kalitlarni unutgani uchun mashinasining bagajini ocha olmaydi va yonidagi mashinadan yordam so'ramoqchi. Ammo mashina egasi Taker ekan va qizni o'g'irlab ketdi. Zefir hushiga kelganda o'zini kemada kishanlangan holda ko'radi. Qarshisida esa Xizer, u ham kishanlangan. Zefir qochishga urinib kishanlarni ochmoqchi bo'ladi, ammo vaqt yetmaydi va Taker xonaga kirib keladi. Taker ularga suv ichiradi, lekin suvning ichida uyqudori qo'shilgan ekan va Zefir hushidan ketdi. U hushiga kelganda stolga bog'langan holda kemaning ustida o'tiribdi. Xizer esa kranga bog'langan. Taker xuddi qarmoq tashlab baliq ovlayotgandek, lekin uning o'ljasi endi akula. U bo'layotgan voqealarni qo'lidagi eski video kameraga yozib olib, dengiz tubida yashovchi xudolar haqida g'alati gaplar gapirib, sizlarga qurboniga olib keldim deydi. Shundan so'ng Xizerning sochidan bir-ikki tolasini yulib olib, uni baliq ovlash ilgagiga bog'laydi va kranni ishga solib, uni dengizga osiltirib tushiradi va akulalar uni tirikligicha yamlamasdan yutdi. Bu jarayonni esa kamera yozib borayotgandi. Videoni qiziq joyida to'xtatganim uchun uzr, lekin yangi videolar tezroq va ko'proq chiqishi aynan bosgan laykingizga bog'liq. Shuning uchun hoziroq like bosib qo'yasiz degan umiddaman. Oldindan kattakon rahmat. Keyin Zefirni xonaga qaytarib olib kiradi va devorda ayrim odamlarning ismi yozilgan ekan. Ma'lum bo'lishicha, bu hammasi Takerning qurbonlari. Taker esa bu paytda kabinasida ichib, yarim yalang'och raqsga tushadi va hayotdan juda ham xursand. U Xizerning sochini ilgakka yopishtirib, uni o'limini yozib olgan video kasettaga bog'laydi. Bunday kasettalar 23 tagacha bor ekan. Ertasi kuni Zefirni ovqatlantirish uchun pastga tushadi, lekin qiz uni "Og'zilaringga chichay seni, ustingda yozib beraman" deb erkakni so'kadi. Takerga esa P ekan. Zefir esa fursatdan foydalanib chelakning tutqichini sindirib oldi va undan pichoq yasaydi. Kechga yaqin Taker uxlatadigan dori tayyorlab uni ichirishga tushganda Zefir allaqachon o'zini uxlagandek ko'rsatmoqda. Taker xonaga kirgandan so'ng qiz uning boshiga oddiy yumshoqqina plastmassa bilan urib hushidan ketkizadi va kalitlarni olib kishandan qutuladi. To'satdan Taker hushiga keladi va Zefir qochishga urinmoqda, ammo eshikni yopishga ulgurmaydi va Taker bilan quvlashmachoq o'ynashni boshlaydi. Zefir boshqaruv xonasiga yetib borib yordam chaqirmoqchi, lekin aloqa ishlamayapti. Qiz allaqachon dorini ichgan, shuning uchun unga ta'siri boshlanyapti. U yaqin atrofda sayyohlar kemasini ko'rib, u yerga signal yubormoqchi, ammo foydasi yo'q. Taker unga hujum qiladi va Zefir o'zini himoya qilish uchun uning kamerasini suvga uloqtiradi va orqasidan o'zi ham sakraydi. Ammo uzoqqa suzishga ulgurmasdan dori ta'sir qilib hushini yo'qotdi va Taker uni dengizdan tortib oladi. Bu orada Mozi Zefirni qayerga yo'qolib qolganidan hayratda va plyajda singan doskani topib qidiruvchilarni jalb qiladi, lekin foydasi yo'q.
U kamera yozuvlarini ko'rib, u Zefirdan keyin u yerdan Takerdagi odamning pikap ketganini aniqlaydi va Takerga qo'ng'iroq qiladi, lekin telefoni o'chirilgan. Taker Zefirni yana kishanlab shahardan kamera sotib olib, yana qayiq tomonga yo'l oldi. Bu paytda esa Mozis ham u yerga yetib kelgan. U kemaga chiqib Triumdan shubhali tovushlarni eshitadi va Zefir og'ziga skotch yopishtirilgan holda signal beradi. Mozis holat jiddiyligini tushunib, derazani sindirib ichkariga kirganda ne ko'z bilan ko'rsinki, Zefir kishanlanib yotibdi. Bola xuddi chimildiqqa kirgandek hayajonlanib, qizni qutqarish o'rniga yuqoriga chiqib politsiyaga qo'ng'iroq qilmoqchi. Ammo Taker qaytib kelib unga hujum qiladi va ikkalasi solishishni boshlaydi, to'g'ri ma'noda. Va to'satdan bir begona paydo bo'lib, yigitga yordam berish o'rniga Takerga yordam berib, Mosisning boshiga urib yiqitadi. Qizning baqiriqlarini eshitgan begona suyuqqina qilib chichib qo'yganini tushundi, ammo endi kech va Taker bu begonani ham o'ldiradi. Zefir va Mosis yonma-yon qilib kishanlanib qo'yilgan va yigit qizdan uzr so'raydi politsiyani chaqira olmagani uchun va birinchi kechani o'zidayoq nas bosib birga bo'lganimiz uchun shunaqa balolar boshimizga keltirdi. To'satdan Taker kirib keladi va bu safar u tunda emas, kunduz kunning o'zida akulani ovqatlantirmoqchi va dorini ikkalasiga ham yuboradi va ikkalasini kemaning ustiga olib chiqadi. Zefir yana tomoshabin kreslosida, yonida esa popkorn, Mozis esa navbatdagi jonli yem, hatto Taker ilgari parchalab tashlagan begonani ham go'shtini unutmagan. U kranga Mozisni osiltirib qo'yadi, Zefir esa uning o'rniga o'zini qurbon qilishni taklif qiladi, lekin Taker bunga ko'nmaydi, seni hali qarsillatishim kerak do'ndiqcham deb. Mozis suvga tushiriladi, Zefir esa unga qimirlamaslikni maslahat beradi, chunki akulalar harakatga qarab reaksiya qilar ekan. Dastlab akulalar o'ljaning atrofida aylanadi, lekin indamay ketishadi. Shunda Taker yigitni suvdan chiqarib, qorniga bir necha marta pichoq zarbasi beradi va qon hidi akulalarni qaytardi. To'satdan Taker kranni to'xtatadi, chunki osmondan nashani tekshirib yuradigan vertolyot uchib yurgan ekan va Mozis buguncha tirik qoldi. Birozdan so'ng Zefir kishandan qo'lni chiqarish uchun bosh barmog'ini sindiradi, lekin bu ham yetarli bo'lmadi. Shunda u kaniballik qilib, o'z barmog'ini tishlab uzib oladi. Taker yana dorilari bilan kirganda to'shakda qonli o'rta barmoq turibdi. Zefir esa orqadan unga hujum qiladi. U Takerni xonaga qamab qo'yadi, biroq bu odam filni to'tidan ham tirik chiqar ekan va eshikni buzish qiyin bo'lmadi. Zefir qayiqni qirg'oq tomon yurg'izmoqda, lekin Taker elektrni uzib qo'ydi. Qiz signal raketasini olib Takerga qarata o'q uzishga majbur bo'ladi. Keyin qiz oshxonadagi tova bilan himoyalanib Takerga qarshi kurashadi va uni yana hushidan ketkizdi. Fursatdan foydalanib Zefir kemadan sakrab tushadi va suzib qutulmoqchi. Ammo Taker uni fanar bilan ko'rib, arbalet bilan nishonga olishga urinsa-da, Zefir qorong'ulikda g'oyib bo'ldi. Taker motorli qayiq bilan uning orqasidan quvlashni boshlaydi va qiz zo'rg'a quruqlikka yetib keladi, lekin bu yerda hech kim yo'q. U yordam chaqirmoqchi bo'ladi, lekin Taker kelib uni yana bir urib hushidan ketkizadi. Ular yana qayiqda, bu safar esa qiz ovqat sifatida bog'lab qo'yilgan, Mozis esa tomoshabin. Taker o'zining navbatdagi Kuttanna Mattati degan irim-sirimini boshlaydi, lekin birdan to'xtadi, chunki kemaga dunyodagi eng katta akula yaqinlashmoqda. U Zefirni suvga tushirib kameraga yozib boradi, katta akula esa uning atrofida aylanishni boshlaydi. Erkak esa umrida bunchalik katta akulani ko'rmagan va hayajonlanib suvga tushib ketdi. Kranni ushlamagani uchun esa qiz ozod bo'ladi va suv ostidan kemaga bildirmasdan chiqib oladi. U arbalet bilan Takerga qarata o'q uzadi va akula qonning hidini sezib, papayning bolasini suv ostiga tortib ketdi. Bu voqeani esa Takerning yangi kamerasi yozib olayotgandi. Shu paytda uzoqdan sayyohlar kemasi ko'rinadi va Zefir tomga chiqib signal raketasini yoqadi va yordam chaqiradi. Kema ular tomonga burildi. Zefir esa qon yo'qotayotgan Mozisning yoniga tushadi. U yigitga sekingina jilmayib shunday deydi: "Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib, obuna bo'lib qo'ying."